Azizlar, 4-sinf matematikasi 3-qism 113-betdagi 7-8 masalalar ustida bosh qotiramiz. Demak, 7-masalada shunday deyilgan: kilogramlarda ifodalashimiz kerak. Mana bu 4ta misolda, mana bu 3ta misolni esa sentnerda ifodalashimiz kerak. Qolgan 3ta misol esa o'zingiz uchun uyga vazifa hisoblanadi. Ya'ni bugungi mavzuni men qanchalik tushuntirganligim darajasini sizni ishlagan misolingizdan bilib olishimiz mumkin. Hop, mavzudan kelib chiqib 332 grammni kilogramga aylantiramiz. 1 kilogramda 1000 gram borligi sababidan, demak 1000 grammdan 332 grammni olyapmiz. Ya'ni 1000 dan 332. Bu degani 0,332 degani. Qarang. Suratdagi umuman kasrni o'nli kasrga aylantirish uchun maxraji 10 ning darajalaridagi son bo'lish kerak. Ya'ni 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million va hokazo 10 ni darajasida bo'lish kerak maxraji. Suratidagi son esa mana shu birni orqasida nechta nollar xonasi necha dona bo'ladigan bo'lsa, suratida ham xuddi shuncha bo'ladi, hamda xuddi shuncha bo'lsa, demak 0 butun deb mana shu sonni o'zini yozamiz. Agarda maxrajdagi nollar sonidan suratidagi sonlar oshib ketsa, sonlar oshib ketsa, ya'ni 1000 da 3 ta 0 bo'lib, suratdagi son raqamlari 4 tani tashkil qilsa, demak bu noto'g'ri kasr bo'ladi. Va noto'g'ri kasrni to'g'ri kasrga aylantirish uchun mana shu sonni o'zini yozamiz va orqadan deylik 3332 bo'lsin. Mana 3332 berilgan bo'lsin hamda 1000 berilgan bo'lsin maxrajda. Maxrajda 3 ta 0, suratda esa 4 ta raqam turibdi. Demak, bu yerda noto'g'ri kasr mavjud. Agarda shu nollarimiz soni 4 ta bo'lganda edi, suratdagi sonimiz nechta son bo'lsa-yu, maxrajda ham xuddi shuncha 0 bo'ladigan bo'lsa, 0 butun deb turib, suratdagi raqamni yozib ketaverasiz. Agarda maxrajimizdagi nollar sonidan suratdagi raqamlar soni ortib ketsa, demak biz mana shu sonni o'zini yozamiz hamda nollar soni 3 ta bo'ldi. Orqadan 3 ta raqam sanaymiz. 1, 2, 3 va virgul qo'yamiz. Mana 3 butun 1000 dan 332 deb yozamiz. Xuddi shunday ishlanadi azizlarim. Demak, 464 bu sizga eslab qolish uchun shpargalka. 464 gram. Demak, 764 gram. 1000 dan 764. 1000 ni qayerdan oldik? 1 kilogramda 1000 gram borligi uchun maxrajni 1000 ga tenglashtirdik. Endi 1000 da 3 ta 0 bor. Bu yerda 764 da ham 3 ta raqam bor. Demak, buni shundoqqina yozib ketamiz. 0,764. Endi 2 kilogrammi 113 gram. Bu degani, demak 2,1000 dan 113 degani. Mana bu joyimiz bizga ozgina xalaqit berarkan. Mana 1000 dan 113 degani. Xo'p, bu degani 6 kilogrammi 1000 dan 220 degani. Bu degani 6,220 degani kilogram. Hammasi kilogramda azizlarim. Mana yozib qo'yapman. Xo'p, 2 sentner 78 kilogram. 1 sentnerda 100 kilogram bor. Demak, maxrajni 100 deb olamiz. 100 da 2 ta 0 bor. Demak, 2 ta kilogrammimiz ham 2 ta raqamdan iborat. Demak, 2 butun 100 dan 78 deya olamiz sentner. Xo'p, 25 kilogrammimiz, demak 0,25 deya olamiz. Sababi, demak sentner 100 kilogram bo'lganligi uchun maxrajni 100 deb olsak, demak suratda 2 ta raqam bor, maxrajda 2 ta 0 bor. Demak 0,125 deya olamiz. 78 0,178 deya olamiz sentner. Qolgan 2 ta misolimiz, qolgan oxirgi misollarimiz sizlar uchun ijodiy uyga vazifa hisoblanadi. Men esa 8-masalaga o'taman azizlarim. Masalada azizlar, men 8-masalani mana bu yerga yozaman. Demak, terilgan kartoshka 40 ta qopga solindi. Demak, 40 ta qop bor. Har bitta qopimiz 12 kilogramdan iborat. Endi mana shu umumiy kartoshkani, ya'ni hosilimizni 15 kilogramli qilib solsak, ya'ni qoplasak, biz qancha qop tejashimiz mumkin? Tejaymiz. Qancha qopni tejab qolishimiz mumkin? Demak, 40 ta qop, har bir qopi 12 kilogramdan bo'ladigan bo'lsa, 40 ta qopimizni har biri 12 kilogramdan bo'ladigan bo'lsa, demak umumiy mahsulotni kilogramini topishimiz uchun biz 12 ni 40 ga ko'paytirishimiz kerak.
Xo'p, 12 ni 4 ga ko'paytirib 0 ni oxiriga yozib qo'yamiz. Xo'p, 4 kara 2 8, 4 kara 1 4, demak 48. Mana bu 0 mana bu joyga yoziladi. 480 kg mahsulotimizni endi biz 15 kg solamiz. 15 kg solamiz. 480 ni 15 ga bo'lamiz. Qarang. 48 ni ichida 15 dan 3 ta. 3 kara 15 45. 48 dan 45 ni ayirsak 3 qoldi. Yoniga 0 ni tushirsak 30. 30 ni ichida 15 dan 2 ta. 32 ta qop. Bu kilogramda, bu esa ta qop. Qopni soni. Ya'ni biz 15 kg dan 480 kg kartoshkani 15 kg dan solsak, bizda 32 ta qopga qop ishlatar ekanmiz. Demak, biz 40 ta qop ishlatgan ekanmiz 12 kg dan solib, endi 15 kg dan solsak 32 ta qop ishlatyapmiz. Demak, 40 dan 32 ni ayirib tashlasak, 8 qoladi. 8 ta qop tejagan bo'lar ekanmiz, azizlarim. Demak, javob 8 ta qop tejaymiz. Tejaymiz. Mana azizlarim, demak uyga vazifani ham bajarib oldik. Doska skrinshot qilib sizlarga tashlab beriladi va siz videoni pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Ha, aytgancha Telegram kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va u yerga o'tganingizdan so'ng sizga matematik darajangizni bilib olish uchun bepul test joylangan. Ana shu testdan o'tgan o'quvchilarni saralab, ya'ni qaysi mavzuda qolib ketayotganini bilib, biz guruhlarga ajratamiz va ana shu guruhlarda matematika fanidan demak onlayn darslar tashkil qilingan. Azizlar, onlayn darslar albatta men bilan birgalikda bo'lib o'tadi. Men sizlarni u yerda kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha men sizlarni yaxshi ko'raman. Canım, sizlarni qiling.